Assalamu alaikum dostlar. Kıymetli okuşlar. Bugün biz sizlerle ödediğin dersimiz addi kesir, addi kesirlerini okuş ve yiziş. Endi bu mavzunu nima uchun o'tyapmiz? Buningki maqsad biz bilimiz ömrümüzde barliq narsalar u har qachonli butun bo'lavermaydi. Yani bir bo'laklardan turadi. Aytaylik, biz do'konda non yeb keldik. Nonni nima qilamiz? Bo'lishib yeymiz. Non asli yeb kelgan neyimiz bir tal bo'lsin, ammo uni biz nima qildik? Bir necha bo'laklarga bo'lib etdik. Yani mush bo'laklarni son bilan qanday ifodalaymiz? Bugun darsimizda mush to'g'risida biz sizlar bilan o'qib o'rganamiz. Bu sizlar bilan bizning kechirsizlar. Bu sizlar bilan bizning yaxshi ko'radigan pitsamiz bo'lsin deylik. Mushu pitsani aytaylik uyda 3 odam bor. 3 odam qanday bo'lishib yeydi? Biz uyda bo'lganlikda bu pitsani tap-mutang 3 bo'lakka bo'lamiz. Mana biz sizlar bilan buni tap-mutang 3 bo'lakka bo'ldik. Endi mushning bu asli bir tal pizza durusmi? Mushning bir bo'lagini qanday ifodalaymiz degan vaqtida uni mundaq yozg'ili bo'ladi. Yani uni qanday yozamizki 3/1. Nimishki 3/1 degan vaqtida biz buni tap-mutang 3 bo'lakka bo'ldik. Ondan keyin buning har bir bo'lagi 3/1 deb yozildi. Demek kesirlen ifodalashda biz figurlar berilse, o figurlarni biz tap-mutang qanday bo'lakka so'ralgan bo'lsa, shuncha bo'lakka bo'lishimiz kerak. Endi mundaq hisob pishirishdi bizda. Buni tiktor bo'lmoqning qanday qismi bo'yalgan? Ba'zilar nima qilib sanaydi uni? 1, 2, 3 demda bu yerga 3/1 bo'lik bo'yalgan deydi. Biroq asli bu xato. Nimishki biz beshida aytib ketdik, bu tap-mutang qilib bo'linish kerak. Bu yerda barliq bo'laklar o'zaro teng emas. Shu sababdan bu yerda tenglashtirish uchun biz mundaq siziqni sizib, endi bizning barliq bo'laklarimiz nima bo'ldi? O'zaro teng bo'ldi. Demak, bu 3/1 qismi emas, balki qanday qismi? 4/1. Nimishki 4/1? Barlig'i 4 bo'lak, qanday qism bo'yaldi? 1 qism bo'yaldi. Demak, javobi 4/1. Kelasi mundaq misol qarashtiraylik. Berilgan 4 bo'liqning qancha qismi bo'yalgan? Biz sanab ko'raylik bu yerda qancha qism? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, maxrijiga 5 yozamiz. Nima uchun? Bu tap-mutang 5 ga bo'lingan. Endi qanday qism bo'yalgan? 1, 2. Demak, 2 qism bo'yalsa 5dan 2. Endi kesirlarni o'qishda bundaq xatoliklarni avatmishimiz kerak. Bu tilliq lug'at bo'lganlikdan o'qilishi 7dan 4. 7dan 4 deb o'qisa u xato bo'ldi. 7dan 4, 9dan 5, 6dan 1. 6 bilan maxriji to'yin qismi o'qildi, ondan keyin yuqorgi qismi o'qildi. Endi kesirlarda mundaq narsa bilishimiz kerak. Bizda kesirimiz 7dan 4. 4 surati deb ataladi, 7 maxriji deb ataladi. Maxriji qancha bo'lakka bo'linganligini aniqlasa, surati qancha qismi bo'yaldi yoki qancha qismini biz oldik, shuni bildirdi. Endi hurmatli do'stlar, mundaq hisob qarashtiraylik. 2 kun haftaga ifodalash kerak. Santimetrni metrga, minutni soatga, oyni yil bilan, kilogramni tonna bilan. Endi biz bilamiz, bu yerda kun hafta qaraganda azroq. Demak, kun haftaning qandaqdir bir bo'ligi. Qandaq bo'ligi? Uning uchun biz birinchi bir haftada qancha kun bor? Esimizga tushiraylik. Albatta bir haftada 7 kun bor. Demak, kasr sizig'ini sizaymiz. Bu bizda kasr sizig'i boy deyishni unutib ketma. Kasr sizaymiz. Bir haftada qancha kun bor? 7. Maxriji yozma. 2ni suratiga olib ko'chirib qo'yma. Endi santimetrni metr orqali ifodalash kerak. Oldi bilan kasr sig'ini sizib olman. 1 metr qancha santimetr bor? 100. Demak, 100 ni maxrijiga ko'chiraman. 3 santimetrni olib suratiga yozib qo'yman. Kelasi bizda minutni soatga aylantirish kerak. 1 soatda qancha minut bor deb savol qo'yma. 1 soatda 60 minut bor. 7ni suratiga olib
köçürüp 100 koyma. Endi ayını yılga aylantırış gerek. Sual koyma. Bir yılda kança ay ba? 12 ay ba. 5'ni aparıp sürtüge köçürüp 100 koyma. Endi kilogramni tonnaga aylantırış gerek. Qana sual koyma. 1 tonnada kança kilogram ba? 1000 kilogram ba. Demek şunu sürtüge aparıp 100 koyma. Demek bir şunu okuyalım. 2 gün haftanın 7'den 2 kısmı. 3 santimetr metrinin 100'den 3 kısmı. 7 minut saatinin 60'dan 7 kısmı ve qağalar şununla oxşaşla okuldu. Endi bizge mundaq hesaplara berilsin. 5 bölgeni 6. Bölüşni kesir arqılıq yazışqı boldu. Onun üçün biz tangnikin tangni o'ttirdan kesir sığızımız. Andan keyin bölüngüçünü sürtü yazımız, bölgüçünü mexirci yazımız. Yani şundaq düşündürüp ötkidey. 3 bölüngen 7. Tangning o'ttirdan kesir sızayma. Bölüngüç şunu sürtü yazma. Bölgüç 7'ni mexirciga köçürme. Demek bölüşni kesir arqı yazğan oxşaşla kesirni bölüş arqı yazışqı boldu. Onun üçün men sürtüdigan sanni bölgüç desem, bölüngüç desem keçirsizlar, mexirci tuğan san bölgüç boldu. Sürtüdigan san bölüngüç bolsa, mexirci tuğan san bölgüç boludu. Şununla oxşaşla mundaq hesaplan qaraşdırılı boldu. Mesela İtaylık 2 tang kesir sızaymiz. Biz bilishimiz kerak. Qandaq sanni qandaq sanlar yoki o'zaro bo'lingan 2ni berdi. Undaq sanlar albatta ko'p bizda. İtaylık mundaq sanni alaylik. Biz sürtüge 4 ni alsak, u chaqda o'ylanamiz. 4 ni qanchaga bo'lsak 2, mexirjiga 2 ni yozg'ili bo'ldi. Yoki 2 tang İtaylık sürtüge 10 alaylik. Mexirci qancha yazımız? Sol koymiz. 10'ni qanchaga bölsem, sen mexirci bölgüçü 2 çıkıdı. Elbette 5'ke. Yoki 2 tang mexirciga İtaylık 7 alaylik. Endi mundaq sual. Qanchani 7'ge bölsem 2 çıkıdı. Sürtü qancha yazma? 14'ni. Endi bizga bunday hesap berilsin. 48'ning 8'in 3 bölügini qana tapmiz. Men boya aytib ketgandek, mexirci qancha? 8. Demek 48'in 8 bölümüz. Andan keyin 3 qismi qandaq alamiz deyapti-da, 3 ko'paytamiz. Uni ya'ni mundaq yozg'ili bo'ldi. 48 bölüngen 8, mexirci qancha bo'lsa shunchaga bo'lib sürtüge ko'paytamiz. 48 8 bölsem 6, 6 7 3 18. Kelasi mundaq hesap qarashtiraylik. 30'ning 10'dan 3 bölüge qanday hesaplaymiz? Onu mundaq hesaplaymiz. 30'ni 10'ga bölsem 3, 3 3 9. Demek 30'ning 10'dan 3 kısmı yoki bölügi 9'ga teng. Endiki mundaq hesap İtaylık mana 4'dan 3. Bu siziqning yoki kesindining İtaylık kesindining 4'dan 3 kısmını tapaylik. Onun için biz bu kesirni keçirsizlar. Kesinde 4'ge böle olmaz. Mana 4'dan 2'ge bölsem 2 boldu. Yani 4'dan 2'ge bölsem barlığı 4 boldu. Yani 4'dan 3 kısmını qana boyaymiz. Bunu qiyinagara qilib mana boyab qo'ysak bo'ldi. Mana endi bizning boya kesirni kesindining bölügi bo'yicha ko'rsatish vaqtida mushtaq ko'rsatgani bo'ldi. 4'dan 3 barlığı 4'ge böldük. Mana 3 kısmını boyab qo'ydik. Şunun bilan bugungi bizning darsimiz tamomlashdi. Barlig'iga diqqatingizga ko'p rahmat.